Köymedi demsen mini. Abduri Ablacan Leyla Naman. Köymedi demsen mini, köydüm utunda çiqirap. Sen vatanning ichida men talada vaqirab. Osmoningda qora bulut yerda shivirg'an huvlisa. Bilmedi demsen meni yoq yurtda gangirab. Qoldi men tilimni tishlab, ossi qusug'im millatim. Beshig'a kun chiptu deyman otqinida sol qapig'im. Men bexatar ammo bichora sendin tula uzoqdiman. Yig'limidi demsan meni, yig'lashqa yo'qdir quvvatim. Ana tuproq bo'ldi do'zax sen uchun usti uchuq. Qapsidi ashaddi dushman qo'ymadi hech bir yuchuq. Amma ayning 15i bo'lsa qorong'u 15i, süzüler ayning nurida yaltırab tün uchuq. Meyli tutsun, qamusun, qalbni dushman bug'almas. Qalbida hurlik, azoblik barni hech kuch yengolmas. Bu vatan, bu ana tuproq bizga xos, bizga tava. Sen nim desang daliver, bu bir haqiqat tegishmas. Mustaqillik shuvarimiz, orzuyimiz erkin yashash. Meyli atqın sulığın hiç tegishmas bu qarash. Xolisan keskin putumni ve ya sulab uyg'un ko'zimni, hiç bo'lmasa o'milab kelar qo'limdan o'q tushish. Degini bir qahirman Uyg'ur yigitning turmida. Hiç tiz pükmey kökrak kerib naq ölüm girvigida. Ko'zidan bir tomchi yosh yerga tushmay paqirab. O'q bo'lib raqibiga ko'rindi u kirpigida. 2021 yil 21 iyun.